Assalomu alaykum. Excel'da bugun yuzaga kelgan bitta vaziyat sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Shunaqa vaziyat sizlarga ham duch kelsa, oson yechim topib, muammoni osongina hal qilasizlar. Masalan, bizada smeta berilgan. Smetada Excel'dagi sonlarni hammasini bir xil kamaytirishimiz kerak. Masalan, 5% ga kamaytirishimiz kerak. 5% kamaytirishimiz uchun buni biz 0.95 ga ko'paytirishimiz, ya'ni 95% ga ko'paytirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga 0.95 ta yozib, buni kopiya qila olib, hozir ozginasiga qo'yib ko'rsataman. Sichqonchani bu tomon bosib, специальный вставка qilib umnожить qilamiz. Umnожить qilsak, mana bizda hammasini ko'paytirib berdi, faqat ozgina dizaynimiz buzildi. Shu narsani ham tezkorlik bilan bartaraf etish yo'lini ham birdaniga ko'rib ketamiz. Birinchi o'rinda yacheykadan bittasini kopiya qilib olsak yoki bo'lmasa yozganimizda bu yerda yacheykasini, hoshiyalarini qo'yib olsak, chiziqlarini, keyin unaqa muammo bo'lmaydi. Ana endi 0.95 qilamiz. Bu katakdan olganimiz menimcha qulayroq. 0.95 qilamiz, chunki qoralarni bu yerdan ajratib olishimiz oson. Ana endi buni kopiya qila olamiz. Ctrl S tugmasi bilan kopiya qilib olganimizdan keyin ana endi hammasini belgilaymiz. Hammasini belgilab olganimizdan keyin sichqonchaning o'ng tomonini bosib, специальный вставкani bosamiz hamda mana umnожitni bosamiz. Mana bosganimizdan keyin hammasi birdek 0.95 ga ko'paytirib o'zgarish bo'ldi. Mana ko'rishimiz mumkin. Oldingi holati, keyingi holati. Xohlasangiz kalkulyatorda ko'rishingiz ham mumkin. Ana endi biz bu tomonlari qora edi. Endi buni xuddi o'sha ko'rinishga keltiramiz. Filtrda yoqishni ko'rsatgan bilan filtrda belgilab olamiz hamda qoralarni o'zini ajratib olamiz. Qorani ajratib olganimizdan so'ng mana shu sonlarni belgilab olamiz. Belgilaganimizdan keyin rangini avtoga o'tkazamiz hamda jирniga o'tkazamiz. Mana shu bilan bizning muammomiz yechildi. Mana ko'rib turganingizdek eski dizayn, hamma narsa joyida, lekin bizda 95% bo'ldi, ya'ni 5% ga kamaydi. Buni o'chirib tashlaymiz. Bu yerda ham hech narsa yo'qdek. Mana bo'lib qoldi. Kimda shunaqa muammo agar bo'ladigan bo'lsa, shu usullardan foydalanishlaringiz mumkin. Agar video ma'qul kelgan bo'lsa, yordami tekkan bo'lsa, like bosib, izoh yozib, kommentariya bo'lib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kerakli, qiziqarli lifehacklar, videolarni sizlar bilan ulashishda davom etaman. Sog' bo'ling.